43 yoshda mana shunaqa yuz terisi yaltirab, sog'lom nur sochib turishi uchun, ajinlar bo'lmasligi uchun, qurib qolib dog'lar tushib ketmasligi uchun va husnbuzarlar toshmasligi uchun uy sharoitida qanday parvarish qilish kerak? Hozir sizlarga uy sharoitida yuzni kechqurungi qanaqa etapda tozalab, qanaqa etapda narsa surish kerakligini ko'rsatib o'taman. Demak, birinchi etapimiz bu ikki xil umyvalka. Ikki xil umyvalkada yuzni yuvib olamiz. Yaxshilab yuvish shart. Sal qo'limizni bosish kerak teriga. Bizni maxsus mana shunaqa salfetkalarda yuvib tashlashni tavsiya qilaman. Enzim bilan kislorodniy maskani qizlar aralashtiramiz. Aralashtirib yuzimizga suramiz. Bu kislorodniy maska va enzim bilasizlar porani ichini tozalaydi. Kislorodniy maska esa haqiqiy kislorod kiritadi terini ostiga, teri to'qimalariga. Buni ishlatib ko'rsanglar bilasizlar qanaqa mazza qilishi yuzinglarni. Haqiqatdan kislorod kiryapti. Mana betlarda yorilishni boshladi kislorodlar, qaranglar. Yuvgandan keyin hech qachon sochiqlarga artmanglar, chunki bakteriya yig'iladi. Eng yaxshi narsa bu mana shunaqa qog'oz salfetkalarda artib tashlash. Etaplardan bittasi bu yuzni tonikda artish shart qizlar. Tonik chunki tonizatsiya beradi va keyingi suradigan mahsulotlarni yuzni ichkarisiga yaxshiroq kirishga yordam beradi. Eng muhim etaplarimizdan bittasi bu sivorotka. Mana eng yaxshi ko'radigan kremlarimdan yuzni namlantiradi, oziqlantiradi va eng zo'ri lifting effekt beradi. Ishlatib ko'ringlar, sevaman. Kechqurun sivorotkadan keyin mana shu kremni